kelin bo'libsan, oqli noz kiyibsan, go'zallikda misli oyday to'libsan. Kelin bo'libsan, oqli noz kiyibsan, go'zallikda misli oyday to'libsan. Qutlab keldik baxtu visol to'yingni, davradagi oy kelinchak bo'libsan. Qutlab keldik baxtu visol to'yingni, davradagi oy kelinchak bo'libsan. Bugun baxtu saodatga yor bo'lib, sevganingga vafoli dildor bo'lib, go'zal kelin to'ying muborak bo'lsin. Bugun kelin to'ying muborak bo'lsin. Go'zal kelin to'ying muborak bo'lsin. Bugun kelin to'ying muborak bo'lsin. Oqatir guldayin socharsan ziyo, davrani gulisan gulg'uncha guyo. Oqatir guldayin socharsan ziyo, oq bo'lsin baxting, oq bo'lsin yo'ling, davrada hamma qilar senga duo. Oq bo'lsin baxting, oq bo'lsin yo'ling, davrada hamma qilar senga duo. Bugun baxtu saodatga yor bo'lib, sevganingga vafoli dildor bo'lib, go'zal kelin to'ying muborak bo'lsin. Bugun kelin to'ying muborak bo'lsin. Go'zal kelin to'ying muborak bo'lsin. Bugun kelin to'ying muborak bo'lsin. Seni ko'rgan barcha bugun baxtlar, sadoqatan muhabbatan taxtlar. Seni ko'rgan barcha bugun baxtlar, sadoqatan muhabbatan taxtlar. Go'zal kelin oy yuzing nurin sochar, davrada do'stlar go'zal hayot qilar. Go'zal kelin oy yuzing nurin sochar, davrada do'stlar go'zal hayot qilar. Bugun baxtu saodatga yor bo'lib, sevganingga vafoli dildor bo'lib, go'zal kelin to'ying muborak bo'lsin. Bugun kelin to'ying muborak bo'lsin. Go'zal kelin to'ying muborak bo'lsin. Bugun kelin to'ying muborak bo'lsin. Kelin to'ying muborak bo'lsin. Bugun kelin to'ying muborak bo'lsin. Go'zal kelin to'ying muborak bo'lsin. Bugun kelin to'ying muborak bo'lsin.
foizli kechamizning qadrli qatnashchilari. Assalomu alaykum nuroniy otaxonlar, mehr daryo, munis jannat onajonlar. Assalomu alaykum hurmatli akalar, dilbar opalar, qadrbaland ustozlar. Bugun azim voqamiz 18-son mahallada istiqomat qilib kelayotgan ibratli oilalardan biri Otajonovlar oilasida katta shodiyona. Sababkim ushbu xonadon sohibalari Fayzulloh hoji otamizni hamda Hayitjon onalarimizning suyukli farzandlari bo'lmish Nilfarxonning baxt va taxt kechalaridan oldin bo'lib o'tadigan qizlar ba'zida siz va biz yaxshilar mana shunday ajoyib to'yxonada ajoyib shodiyonada diydorlashib o'tirgan ekanmiz. Yaratgan Alloh taolodan hech birimizni diydorimizdan ayirmasin deymiz. Orazigul istiqlol. Alloh go'zal. Alloh go'zal. Mutlaq kamol, mutlaq jamol, Alloh go'zal. Alloh go'zal. Qaranglar azizlar, tuproqajon etmish ato, odam ato momo havo. Loydan odam yasal kilol, Alloh go'zal. Alloh go'zal. Shoir tilak tabim o'shal. Ruhim o'shal, Rabbim o'shal. Alloh akbari bilol, Alloh go'zal. Alloh go'zal. Hazrat haqiqatan ham Alloh go'zal. Alloh yaratuvchidir. Allohimiz yaratgan uchungina siz va biz yaxshilar mana shunday ajoyib to'yxonada, ajoyib shodiyonada diydorlashib o'tiribmiz. Azizlar, barcha-barchangizdan, oila a'zolarini, yaqinlarini, qavm qarindoshlarni, yor do'stlarni, hamma xolalarimizni, suyukli doya amakilarimizni va bugungi fayzli kechamizga uzoq yaqindan tashrif buyurgan aziz muhtaram mehmonlarimizni bugungi ajoyib shodiyona bilan churakdan muborakbod etamiz. Qolaversa ushbu xonadon sohibalari Habibulloh otalarimizga, Fayzulloh hoji otalarimizga, Halilulloh otalarimizga, Hayitjon onalarimizga, Sherpajon, Oyshajon onalarimizga, Bibijon onalarimizga to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Kuyov muborak bo'lsin deymiz. Boshlagan farzand to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Hamda kelinchagimizning pochchalari Rustamboy og'amiz, jiyanlari Lutfulloh Musobeklarni bugun tug'ilgan kunlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Maqtamam molingni qo'y, farzand shirin, farzand shirin. Ikkar ul molingni qo'y, farzand shirin. Farzand shirin. Mevasiz bo'lsa daraxt bilib halovat soyasi, yam-yashil tolingni qo'y, farzand shirin. Farzand shirin. Sizlarga o'yinlik so'ramiz. Hurmatli mehmonimiz 24-son mahalla maslahatchisi Gulora opa Ismoilovadan iltimos qilardik. Bugungi fayzli kechamizni o'zining ajoyib tilaklaklari bilan ochiqda e'lon qilamiz. Marhamat Gulora opa, avvalambor to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Rahmat. Assalomu alaykum. To'yimizga kelgan mehmonlar, opa-singillar. Avvalambor hammangizni mustaqilligimizning 22-yillik bayrami bilan tabriklayman. Mana bugun Fayzulla akamizning xonadonida katta shodiyona to'y. Fayzulla akamizning oilasi o'zining tarbiya intizomli o'g'il qizlari bilan, tarbiyalagan o'g'il qizlari bilan faqat mahallada emas, shahrimizda bir obro' e'tiborga ega bo'lgan oila. Nilufar qizimizga baxt, saodat tilayman. Borgan yeriga tinchlik, xotirjamlik, bir etak farzand olib borishini tilayman. To'yga kelgan san'atkor yigitlarimizga ham san'atlarida muvaffaqiyat tilayman. Kamida respublikada xalq artisti bo'lib yurishlarini tilayman. Xonadon yigitimizga ham muvaffaqiyat tilayman. Sizga xalq artisti unvonini olib kelishingizni tilayman. Hammangizni uyingizda bayramlar, to'ylar to'yda ulashaversin deb to'yni ochib deb e'lon qilaman. Katta rahmat ajoyib tilaklaringiz uchun. Sizga ham ushbu to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Ilohim mahallangizdan to'ylar muborak sadolari hech qachon arimasin deymiz. Azizlar, ajoyib misolimiz. Hurmatli mehmonimiz o'zining ajoyib tilaklari bilan bugungi fayzli kechamizni ochiq deb e'lon qilgan ekanlar. Keling, sizlarning ruxsat ijozatlaringiz bilan kelinchagimizni joylariga o'tirishiga ruxsat bersak. Marhamat, joyingizga o'tirishingiz mumkin. Qalbimiz ko'ra, davramiz to'g'ri sizniki. Dildorisan-u, dilbarsan, nozik niholi kelinchak. Dildan to'kis nigorsan shahlo misol kelinchak. Yarashibdi libosing unga monand, qiyosing topding o'zingga mosing yuzlari yo'y kelinchak. Nilfarxon sizga uzoq umr, baxt, saodat tilaymiz. Qo'shganingiz bilan qo'shaqaring. Baxtli kelinchak, baxtli yor ona, suyukli yor erkaklar bo'lib o'lishingizni yaratgan Alloh taolodan so'rab qolamiz. Azizlar, barcha-barchangizdan yana bir bor bugungi ajoyib shodiyona bilan chin yurakdan muborakbod etgan holda navbatni kuy va qo'shiqlarga bersak, bugun Shovvoz xonanda ajoyib san'atkor
G'ulomjon Ismoilov boshliq bir guruh san'atkorlar siz va bizning xizmatimizga shay. Shunday ekan kelingizlar, san'atkor ahliga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda navbatni kuyga qo'shiqlarga bersak. Marhamat.
sog'inishdi bu sevgimga javoblar so'radim izlaring topolmay zor bo'ldim
sen için. shaylanib o'tirish uchun ekan kelganlar. Hozirgi navbatda sizlarning ruxsat ijobatlaringiz bilan ajoyib pleksaklar va ajoyib tilsonlarni navbatiga bersak. Shunday ekan, hozir davramizda ajoyib insonlarimizdan
hurmatli mehmonlarimizdan Urganch davlat universiteti domlalari, ustozlari Gavharjon opa Eshonova ham shu davramizda aziz mehmon ekanlar. Kelingizlar, ajoyib tilaksaklardan Gavharjon opa Eshonovadan tinglab o'tsak. Gavharjon opamiz bormilar davramizda? Mendan avval sizni ota, sizni ona degim keladi ustozim. Marhamat, onalar bo'lar muborak bo'lsin. Siz ajoyib tilaksaklaringizni bildirsangiz. Kızımız kadar bugün şagirdim Nilüferxon bugün kızlarının azaliy orzusi bo'lgan oppoq kiyimlarda kelinlik libosida davramizning to'rda kulgu chehralarini nima qilib chehralarini chiroyli qilib o'tibdi. Ana shu quvonchli damlarda men Nilüferxonga qalbimdagi eng ezgu tilaklarni bildirmoqchiman. Nilüferxon, seni hayotimning o'zi so'lmoqlardan avaylab asrab qolsin va safaring davomida eng dilrabo, jo'shqin, quvnoq qo'shiqlarni faqat senga kuylab qolsin va mana shu hayotning o'zi senga sermazmun, serfarzand umr ato qilgan bo'lsin. Qizim, senga baxtdan baxt, iqboldan toj, baxtu taxtingga toj tilayman. Sening hayot osmonida hamisha baxtga chiqarib qolsin. Hech qachon qora bulut o'z ko'lankasini tashlamasin. Qizim, yana bir bor senga baxt tilayman. Bekamkal, bekamko'z baxt tilayman. Sen eng baxtli kelinchakman, eng baxtli uy bekasiman, eng baxtli onaman deyishga haqli qo'yasan va sening mana shu baxtli turmushingga hamma havas bilan qarasin. Sen borgan joyingga kelin emas, qiz bo'lib qolgan va sening xizmating qarindosh urug'laringga, el yurtga, jamiyatga bersin. Yana bir bor qizim, baxtli bo'l deyman. Katta rahmat ajoyib tilaklaringiz uchun. Sizga ham shu bo'ladi. Muborak bo'lsin deymiz. Hamisha mana shunday ajoyib davralarda suhbat qurib, ham suhbat bo'lib sizga nasib etsin deymiz. Kechamiz davom etadi. Endigi ajoyib tilaklarni yana shunday ajoyib ustozlarimizdan Shukurjon opa Norboyevadan tinglab o'tsak, ajoyib tilaklarni Shukurjon akamiz bor bo'ladi davramizda. Qo'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz qatnashchilar. Ana bugun qizimiz Nilüferxonning qizlarasini o'qitamiz. Nilüferxon haqida qancha yaxshi gapirsa ekan, yaxshi gaplarni aytgan, qanchalik gapirsa ekan, tartib intizomli, bilan qizg'anchida ajralib turadi. Bugungi qizlar munosabati bilan, nikoh munosabati bilan men Nilüferxonga baxt tilayman. Baxtli bo'l. Borga endi turmush o'rtog'ing bilan bir muvaffaqiyatli hayot kechirib, oila a'zolarini sevgili qiziga aylan. Bir umr baxtli bo'l. Katta rahmat ajoyib tilaklaringiz uchun. Sizga ham shu bo'ladi. Muborak bo'lsin deymiz. Aziz boshingiz mana shunday ajoyib to'y tantanalardan hech qachon qaramasin deymiz. Endigi ajoyib tilaklarni aziz insonlarimizdan, hurmatli mehmonlarimizdan birinchi son akademik litsey direktori Jamolova Boltoyevdan tinglab o'tsak ajoyib tilaklarni. Endigi ajoyib tilaklarni Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali dekani Ismoilov Shukurullo opamiz bormilar davramizda. Kelinchagimizdan hamkasblaridan, akademik litsey ustozlaridan Sultonovoy Sonajon akamizdan tinglab o'tsak ajoyib tilaklarni. Sonajon opamiz bormilar davramizda. Kelinchagimizdan hamkasblaridan Sultonova Sonajon opamiz bormilar? Marhamat. Gul barglarga termilib uchdi mening hayolim. Yaproq misol titradi, qo'ydingiz-ku yuragim. Bahorlarga o'xshaydi, sizdan kelar bo'ylar ham. Kelinchagim, sevarim, o'zim sevgan malagim. Assalomu alaykum azizlar davrasining aziz ishtirokchilari. Bugun onalarning to'yi. Bugun opa-singil
hech bir joyingga gap yuqtirmasdan qatlab o'tkazadi. Boradigan xonadoningning qarindosh urug'larini, yor do'stlarini, ota-onalarini hamisha ardobda boshing ustida tutmaysan. Shu xonadonning hatto mushugini ham sizlab gapirishga odatlanmaysan. O'zing bilan yangi bir xonadonga bir dunyo mehr-muhabbat, iliq samimiyat, ajoyib tuyg'ularni olib bormaysan. Hech shubha yo'qki, shu xonadonning bekasi, sening qaynoning vaqt o'tmasdan turib shunday go'zal kelinchakni o'zlariga tufa qilgan opajoningni boshlariga rahmat nurlarini yog'dirganlar. Ilohim, kuyov-to'ra bilan qo'sha qolish baxtini bersin. Agar sen ota-onangning, sevimli qarindoshlaringning, ustoz o'quvchilaringning dili yorug' bo'lsin desang, ularni shod qilay desang, o'zingni turmush o'rtog'ingga hamisha adolat maqomida muomalada bo'lgaysan. Ilohim, shu yigitimiz bilan o'tgan har bir kuning to'y, har bir kuning esa Laylatul Qadr kechasi bo'ldi. Va yigitimizni o'zingni nozik ibolaring bilan, tabassumlaring bilan, samimiy mehrlaring bilan ularni hammasini sehrlab olgaysan. Akademik shoirimiz Zohir Ibn aytadilarki, to'y inson hayotda bo'ladigan juda siyrak tantanadir. Men barcha aziz ustoz o'quvchilar nomidan, ko'p sonli jamoamizning a'zolari nomidan senga faqat baxt, omad, samimiyat tilayman. Ilohim, bir yillik farzandlarga ona bo'lib, eng aziz ona, eng aziz rafiqa bo'lib qolgaysan. Va bu nikoh oqshomi sening va kuyov-to'raning hayotida bo'lgan eng birinchi va eng oxirgi nikoh oqshomi bo'lgan. Men kuyov-to'raning nomidan agar taqdir joiz bo'lsa shunday degim keladi. İsteysizmi, yo'qmi gardun aylanam? İsteysizmi, yo'qmi qaytib kelaman? Sog'inmagan ko'zingizdan aylanay. İsteysizmi, yo'qmi sizni sevaman? Oy otadi, yulduzlarning habibi, tong otadi, tamasi yo'q tabiiy, tabiatning o'zi kabi samimiy. İsteysizmi, yo'qmi sizni sevaman? Boshingizda tuproq yaproq bo'lib aytaman, poyingizda tuproq bo'lib aytaman, tuproqda ham mushtoq bo'lib aytaman. İsteysizmi, yo'qmi sizni sevaman? Ilohim, Nilufarxonga Alloh to'liq mukammal baxt bersin. Shu yerda jamoat jam bo'lgan har bir odamning uyida mana shunday go'zal nikoh oqshomlari, qizlar vazifasi. Hammaga mana shunday samimiy tilaklarimni izhor etaman. Baxtli bo'lgaysiz. Sizga ham shu to'ylar muborak bo'lsin deb o'tasiz. Boshingiz mana shunday kechamiz davom etadi. Nega insonlarimizdan, hurmatli mehmonlarimizdan muyassar bo'lib mashayiq bolalarning yonimizga joy bersangiz, yasirabga marhamat. Qalbimiz to'lida abadiy ko'klar. Dono onalarimiz yorligidandir. Aslida dunyoning go'zalligi ham dunyoda onalar borligidandir. Marhamat onajon, avvalambor to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli azizlar va aziz qatnashchilar. Bugun jamoamizning eng sevimli qizi, sevimli pedagogika Nilufar Xonum qizlarni bo'ldiramiz. Nilufar o'zini orog'idan, mehnati bilan, tiniq tinchlikligi bilan ko'pni nigoh etishgan bir mo'tabar inson. Men o'ylayman, mana shu yerdan onasi qalbidan o'zga bir oilaga sevimli kelinchak bo'lib boshdan bir yana u o'sha oilaning eng sevgan, eng latofatli, ota-onasiga rahmat yog'diruvchi kelinchak bo'lishini tilab qolaman. Allohdan neki tilak tilagan bo'lsam, ana shu tilaklarni Alloh ijobat qilib, baxtli uyni baxtli kelinchak bo'lishini tilab qolaman. Baxtli bo'ling. Kattalardan joyda izlayotganingiz uchun sizga ham shu to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Sizga yangrab o'tadi. Umringiz soati
to'xtash nimaligini bilmasin. Umidli dunyoda umidli onlar sizni hech qachon tark etmasin deymiz azizlar. Barchangizni, oila a'zolarini yana bir bor bugungi jo'm shodiyona bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Qolaversa, o'shangizni yana bir bor bugungi jo'm shodiyona bilan chin yurakdan muborakbod etgan holda navbatni kuyo qo'shiqlarga bersak, o'tiribim navo qil sendan ne katta. Bir ajib havo qil sendan ne katta. Dilingni torini chalaman dedik. Va'dangga vafo qil sendan ne katta. Marhamat azizlar.
Bir karış
to'yish degan ma'nolarni bildirar ekan. Kelingizlar, biz sizlar bilan ushbu to'y so'zini 4-ma'nosini o'ylab topsak, bu ma'no ajoyib laysaklaru ajoyib insonlarga to'yish degan ma'nolarni bildirsa. Shunday ekan, hozir davramizda kelinchagimizning ustozlaridan Munavvar opamiz ham shu davramizda aziz mehmon ekanlar. Kelingizlar, ajoyib laysaklarni Katta rahmat opajon ajoyib tilaklaringiz uchun sizga ham shukrlar. Muborak bo'lsin deymiz. Kechamiz davom etadi. Endi ajoyib tilaklarni kelinchagimizning ustozlaridan ajoyib shoira Gavharjon opamizdan tinglab o'tsak ajoyib tilaklarni. Gavharjon opamiz bor bo'ladi oramizda. Şu yigit kapıptı, şu yigitni
farishtalarimiz, iloyim farishtasidan ayırmasın Xudoyim. Şu baradan uyuna ana şu farishtasini olib borsin. Davlat olib borsin, ziynat olib borsin, baxt, saodat olib borsin. Baxt degan osmondan tushmaydi hech qachon. Hayotning yo'llaridan ravon va shodon qilib, shodlik yaxshi kunlardan iborat bo'lmaydi. Xudoyim ana shu hayotni sinovlari, hayotni pastbaland yo'llaridan shu yoqi menimcha olimlardan deyarli ro'shnolar to'g'ri bilan Mekkamiz tut bo'lmasin, Mekkamiz tut shunday dadil bo'lib, jasoratli bo'lib o'tish nasib etsin. Farzandlari ko'p bo'lsin Xudoyim. Agar qizi bo'lsa, o'zini o'xshagan qiz bo'lsa, albatta men kelinga qarashim. Xudoyim nasib etsin. Chunki havaslarim shunday yigitlar qizdan shunday havas qilaman. Agar onani qizi bo'lsa, yigitlardek bo'lsa, bu dunyodagi eng baxtli ona bo'ladi. Onalari qizni tug'ib bergan onasidan razman. Baxti bekam bo'lsin. Shunday bir kelin bo'lsin, Nilufarni qiz holida ko'rib, qizim shunday bo'lsa edi deb havas qiladilar odamlar. Kelin bo'lganda iloyim kelinim shunday bo'lsa edi deb havas qiladigan kelin bo'lsin Xudoyim. Tabriklayman qaynanajonlar, xudojonlar sizlarni. To'g'risi hayajonlanib nima deb gapirishni bilmay qoldim. Nilufarga kuylamoq lazzatli baxt ashulasin, baxt toping, ko'ngilda qolmasin bugun, axir chin muhabbat sochdi shulasin, ziyo senga bugun, dunyo senga bugun, quyoshga teng kelur yuraklar baxti, sadoqati ziyod go'zallar uchun, baxt berur azamatli yigitlar baxti, baxt senga bugun, taxt senga bugun, tarix senga bugun, dunyo senga bugun. Azizlar, mana shunday yaxshi kunlar bir insonga nasib etsin. Qizlarning baxtini ko'rish, o'g'illarning baxtini ko'rish har bir ona izlariga nasib etsin. Dunyoda birgina haqiqat bor, ona degan yo'q. Bir parcha yurtni yo'lga oilik uzuncha, o'g'ilni o'g'il, qizni qiz qilguncha qanchalik zahmatlar chekib yuribsiz. Lekin hech tomonda hech bir ona bu zahmatlarni farzandiga minnat qilgan emas. Men ishonaman. Shuningdek, qizini dunyoga keltirgan ona, shu kuyov bo'lmish yigitimizni onasi, shu farzandlarni baxti uchun yuragini buzib berishga qodir bo'lgan onalar. Iloyim shunday bo'lasizlar. Yuragingiz joyida tursin. Farzandlaringiz uchun o'zib berishga hojat bo'lmasin. Ular sizlarning yuragingizni to'ldirib, yana baquvvatlashtirib, yana ham to'lqinlantirib, jo'shtirib yurasiz. Ham muvaffaqiyatli bo'lsin shu kunlarda. Hammamiz shu yaxshiliklarni qo'llanib ko'rishgaymiz. Katta rahmat. Nilufar, aylanangiz ham yaxshi ko'raman sizni. Baxtli bo'lmaysiz. Endi bo'lib qolsak bo'ldi. Kattalardan ustoz joylashlaringiz uchun sizga ham shukrlar. Muborak bo'lsin deb kechamiz davom etadi. Degan joylashlaringizlarni kelin millionlardan kursdoshlar davrasida Ilmiraxon amchamiz nomiga sizga joylashlaringizlarni Ilmiraxon amchamiz bolalar orasida, kelajagimizni kursdoshlar davrasida Ilmiraxon amchamiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun kursdoshimiz Ilmiraxonning shunday bir muayyanli ekanmiz. Ulardan foydalanib, avvalambor sog'lik va dunyodagi barcha ezgu tilaklar o'rta shu kursdoshga tilayman. Ko'nglida armon qolsin. Baxtli bo'lsin. Chatarapanda ajoyib tilaklarimiz uchun sizga ham shukrlar. Muborak bo'lsin deb onadan so'radilar. Murodingni eli yurtga bersam dedi katta to'y. Onadan so'radilar. Murodingni ayt. Farzandimga tilayman yaxshi bir istak. Kuyovdan so'radilar Murodingni ayt. Yonimda bo'lsaydi oq libos kiygan kelinchak, kelindan so'radilar Murodingni ayt. Bu bugun termazan oltin belajak bo'lgan sizlarga o'g'illar. Lahzalardan chaqiramiz azizlar o'zi farzandni ham olmaganlar. Bo'lmaganini aytdi, sen orzu olmay. Bag'rimizda kechgan quvonch kunlardan sen ayt bolajonim, ro'zimisan ayt. Otang uydagi o'tgan kunlardan. Mayli sen boraroq endi ko'rmay qol. Tole mening mahlim shu boqqa solsin
chin yurakdan muborak bo'lgan to'qollar. Qo'yaversin shu xonadon sohibi sohibalari. Fayzulloh hoji otamizni hayitjon analarimizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz.
shu shirin to'rnimizni keshish uchun zarur bo'ladigan anjomlarni olib kelib bersa, chet elda to'ydan keyin yoshlar tark etib o'yin, bir oy sayohat o'yin asal oyi boshlanadi. O'zbeklarda boshqacha asal oyi bir kecha. So'ng har tong supur ko'cha sahar oyi boshlanadi. Bechora kelin kuyov tunda uchrashar bir rov. So'ng ko'ngil aynib darrov tashar oyi boshlanadi. Bo'lishar ota-ona 6 yilda 4 bola. Maktabga yo'l bog'chaga chopar oyi boshlanadi. Kerak ko'rgu topishar, uy qurib taom yopishar, kamlik qilib chopishar, uchar oyi boshlanadi. Nega bunday deb? Qilaverma tashvishni o'y yetay olmayapsanmi, o'z holiga tashlab qo'y. Hayot ne bo'lsa bo'ldi. Oxirat g'amini qil, u ham bitta ro'zg'oring nesi yo'q. Kamini qil, rizqi tavozi ila. Urib tursa har yurak hayotning har lahzasi asar bo'lishi kerak. Ilohim hayotingiz mana shu shirin to'rtday asar bo'lsin. Marhamat. Davramizga taklifimiz. Dasturxonimizni bezab turgan chiroyli shirin to'rtimizni kezish uchun kelajagimizda davramizga taklifimiz marhamat. Barchalarni xabarimizni davramizga taklifimiz. Hayırlı kim? Anlaşmalarımızda, konuşmalarımızda, barchalarına, kanalımız sohbalarına, davranışa reklamlarımız, aşırı desteklerine uğramış için. Azizlerim bu işi topça tutacağız. Devletimiz olmasa ham ziyoda topça tutacağız. To'yga bersin, kulib yurib chaqirmasin boshingiz. 80-90 yuzdan oshsin boshingiz, yaxshi kunlardan chiqmasin boshingiz. Topchan tutganingiz, to'ylarga bersingiz. Marhamat, hamma joylarimizda, ola joylarimizda, ona yo'llarimizda barcha parchalarini davramizga taklif etamiz. Ajoyib desteklarni bildirish uchun dasturxonlar o'z ziyoratlarga. O'g'iljon opamizdan degan marhamat. Xudolara xizmati buyursin, diyani bizlara xizmati buyursin, fazladan Alloh yuzlari yarashsin. Endi ishlardan bir vaqt besh kunlarni aytib, Xudoyimni baxtli saodatga bo'lib o'tirdim. Katta rahmat. Marhamat, xolajonlarimizdan davramizga taklif etamiz. Saodatjon, Roziyajon, Osiyatjon xolajonlarimizni. Irajab hammamizdan taklif etamiz ajoyib tilaklardan. Marhamat. Mana bugun bizlar uchun eng quvonchli kun, chunki eng suyukli jajji jiyanimizni yaxshi kuni to'yi. Mana shu to'y bilan akamni, biyimni, jiyanlarimni, bolalarimni hammasini muborakbod etaman. Shu jiyanimga ulkan baxt, sog'lik, salomatlik tilayman. Ömrü uzoq bo'lsin. Xudoyim qo'sha qarasin, bag'ayna baxt taxtlab qolsin. Yeyilib yozilsin, o'ynab o'ssin, o'zimdan ko'paysin. Shu to'ylarimiz yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat, marhamat, endiga ajoyib desteklarni xolajonlarimizdan bilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Davramizning mehmonlari. Mana biz bugungi farqonni nikoh kechasini oldin bo'ladigan ziyofat deymiz. Ziyofatni o'tirar ekanmiz. Mana shu fursatdan foydalanishimizda uzoq umr baxt tilayman, baxtli bo'lsin. Ko'ngli to'lguncha farzand ko'rsin. Yeyilib yozilsin. Lutfadan farzand. Xudoyim yilimizni hayotimiz bizlarga yarashib, shulara baxtli hayot tilaydi. O'g'il qizlar ko'p bo'lsin, yeyilib yozilsinlar. Katta rahmat, marhamat xolajonlarimizdan taklif etamiz ajoyib tilaklar. Assalomu alaykum davlat qatnashchilari. Mana bugun shu qizimizni, qizingizni yig'ini olib o'tirgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib, uzoq umr, sihat salomatlik, baxt saodat tilayman. Xudoyim umrlari uzoq bo'lsin. Hamma yaxshi kun bo'larki, yeylik yozilishdi. Katta rahmat, marhamat, Hayitjon onamizni davramizga taklif etamiz. Ona o'zingizdan shu tilaklaringizni farzandingizga bildirib o'tsangiz, marhamat. Assalomu alaykum davlat qatnashchilari. Shu bizning qizimizdan
Silap gelipsiler, şu gegen ayaklarınızı bu kadamdan olsun Hüdayım. Ömürleriniz uzak oy, rızıkları ziyade oy. Hemşe Hüdayım, vakti, savdetli kızı oy. Hemen tilekine kuşurun. Katta rahmat aşkar tilak-istaklaringiz uchun sizga ham shu to'ylar muborak bo'lsin deymiz azizlar. Barchangizdan, oila a'zolaridan, yaqinlarni, qavm qarindoshlarni yana bir bor bugungi sho'rona bilan chin yurakdan muborakbod etgan holda san'atkor ahliga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda to'ylar muborak sadolari ostida kelinchagimizni kuzatib qo'ysak. Marhamat. Kelinchagimizning oybikalaridan Remajon opchamiz ham shu davramizda aziz mehmon ekanlar. Remajon opcham marhamat. O'zingizdan shu tilak-istaklaringizni bildirib o'tsangiz. Remajon opcham marhamat. İlayim Nilüfer Singler şu bana yerinde baxtlı olup, başı aşağı, dili yumşak olup, şu kaynana kaynatasına hizmete buyursun. Çıkılıp elme havasetadan gelin olsun. Hiç kaçar şu üye kısınıp yemesin. Selam rahmet geliniz için. İlahim hem bu toylada görüştüğümüz selam şu toylada gelip hemmeyizi toylarınızda hizmet etmek üzere nasip etsin. Rahmet geliniz. Katta rahmat. Bizlar to'ylar muborak sadolari ostida kelinchagimizni kuzatib qo'ysak. Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Şöyle